Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa keyingi mana yog'och zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bularimiz Andijonda Shahroxonaga tayyorlab berdik. 3 ta eshik, 3 ta onarom. Razmerlari bir xil holatda, chiroyli, shunaqa zamonaviy figurali fasonda abnalishi karnizi bilan bir xil qilib berdik. Hozir sizlarga buni puli, materiali, kvadrati hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, eshiklarimiz razmeri 90 eni, balandligi 225, uchoq bir xil. Derazamiz eni 1.30, balandligi 1.65. Standart razmerda. Biroz ko'p turgan bo'lsanglar, putog'i yo'q, tiniq holatda, hozir berga olib tushgan uchun sal boshqacha ko'rinyapti. Skromli, chiroyli holatda chiqdi. Xo'p, materiallarimizga keladigan bo'lsak, neobrazli qalin 5 yog'ochdan yasalgan, shlipovka, resmis, randa hamma yoqdan o'tib 4.6 sm ga tayyor bo'lgan. 4.6, mana bu tomonga qalinligi bilan hozir bu Zahro, menga aynan tushadigan qilib Zahro ham osilgan, 4.6 sm ga tayyor bo'lgan. Korobkalarimiz 10 ga 4.5 sm lik korobka. Abnalishlarimizni ham mana kelaylab, japs solib, tekis yapish uchun ham kelaylab, ham mixlab qo'yganmiz. Bu ertaga chiqib ketib, buralib, ochilib qolmaydi. Buni o'zidan ko'tarsanglar ham eshikni ko'taradi. Chiroyli holatda qilib berdik. Oshim-osh qo'ygandan keyin mana kelgan liniyalar. Tiniq holatda. Keyingi eshigimizni ham olib beraman. Chiroyli holatda, tepalariga ham ingichka yog'och qolmay, katta 4 sm yog'och qo'yib, baquvvat qilib, ham shumkalari bilan birga rezinkalar qo'yib, chiroyli holatda qilib berdik. Bunimizni shu holatda tayyor qilib berdik. Endi pulga keladigan bo'lsak, 3 ta eshik, 3 ta oramizni oshim-oshiq, zamok, dastavka, ustanovka, figurali, zamonaviy fasonda shunaqa putog'i kam, tiniq holatda 9,5 million so'mga tayyor qilib berdik. Bularni xudo xolasa o'rnatamiz. Hozir ustanovkadan oldin syomka qilyapman. Xo'p, endi bularda arzonroq variantlari ham bor. Xuddi shu razmerda yog'och eshikdan qilmoqchi bo'lsanglar, 3 ta eshik, 3 ta oromda 6 million so'mdan 15 million so'mgacha bitkizsanglar bo'ladi. Bu 9,5 million so'mlik varianti. Bir dona eshigimiz shunda 1 million 800 ming so'mga to'g'ri kelgan. Shu eshigimizni bir donasini 1 million 100 ming so'mdan 3 million so'mgacha bitkizsanglar bo'ladi. Endi u fasonlariga, oshim-oshim, zamok, kraska shunaqalarga qarab pul o'zgarib ketaveradi. Arzon variantda hisoblasak yoki arzon fasonlarda mana bu bezak, lipkalari bo'lmaydi, mana fasonlari bunaqa bo'lmaydi. Oddiy, skromniy, обычный holatda bo'ladi. Bu shunaqa holatda hisoblangan. Arzonlarida bu narsalar bo'lmaydi. Endi shu razmerda MDF dan qilsanglar, MDF kraskasi, o'z rangi, laki, aynaklari, oshim-oshiq, zamok ustanovkalari bilan tayyor holatda bitadi. Hozir bu kraskasiz, laksiz, aynasiz holatda. MDF da qulaylik tomonlari shu. Xo'p, endi bu akamiz ham bizni o'zim YouTube kanalimdan ko'rdi. Telegramdan aloqaga chiqib, menga razmerlarini berdi. Men 3 xil variantda ikiromlarni tavsiya qildim. Xo'p, arzoni, o'rtachasi qimmatini tashlab berdim. Akamiz qimmat shunaqa figurali fason tanladi. 9,5 million so'm chiqarib berdim. O'zi narxi ma'qul keldi. Borib o'zimiz o'lchab, joylarni katta-kichik kelib, keyin borib devorni chopib, unaqa vaziyat bo'lmasligi uchun o'zimiz akkuratlik qilib bir seri o'lchaymiz. Eshiklar o'ng chaplarini 10 keladigan tomonga qo'yadigan qilib, o'zimiz bir seri o'lchab, keyin yana olib borib o'rnatib beramiz. Kesilgan holda o'sha narx ichida olib borib o'rnatib berish ham, borib o'lchash ham ichida bo'ladi. Sizlar boshqa pul to'lamaysizlar. Yana boshqa ma'lumotlar bo'lsa, tushuntira olmagan bo'lsam, aloqa qilsanglar imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilaman. Uylar interyeriga yoki o'zingizlar deylarga qarab, soddaroq, figurali fasonlarda xilma-xili bor. Telegramdan, WhatsAppdan aloqa qilsanglar tashlab beraman. Razmerlarga tushadigan fasonlari bor. Chiroyli qilib, xudo xolasa keltirilgan holda, vodiy bo'ylab keltirilgan holda dastavka ustanovkamiz ichida vodiydan tashqari joylarga kelishilgan holda eshiromlarimizni qilib beramiz. Yog'och, MDF hammasi bor. MDFimiz ham, yog'ochimizni ham, ishlarimizga ham, zamollarimizga ham garantiya beramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa hammasimiz sifatli. Shuning uchun sizlarga qo'rqmasdan tavsiya qilaveramiz. Sinovdan o'tgan bu ishlarimizdan ham, zapchaslarimizdan. Imkon qadar tushuntirib berishga harakat qildim. Yana boshqa tushuntirib bera olmagan savollar bo'lsa, aloqa qilsanglar, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Bundan keyin videolarimizni ham kutib olinglar. Bundan ajoyib eshiromlarimiz hali ko'p. Bir chekkadan qo'yamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar. Video ko'rganlar uchun obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.